Sal avval bu yerga ham nasosni ustanovka qilib bergan edik. Do'konimizdan o'zi 15 kilovatlik ikkita nasosimizni mijozlarimiz olib ketishgandi. Mana bu Surxondaryo viloyati Jo'jangal mahallasiga termizliklar juda ham yaxshi biladi. Manguzor postdan o'tgandan keyin, daryodan o'tgandan keyin o'ng qo'lga burilib ketadi. Mana bu Surxondaryo, oq turgan daryo, bu yoqda dambasi bor. O'sha yerga ikkita 15 kilovat og'zi 200 lik nasosni o'rnatib berganmiz. Suv chiqarishi 1 soatda 580 tonna suv beradi, 22 metr tikka balandlikka ko'tarib beradi. Bu nasoslarimiz hozirda ikkalasi ham ishlab turibdi. Mana masofa tikka balandlikda hisoblaganda 15 metr, uzoqligi esa 54 metrdan tashkil etadi mana ki. Ancha nasos qidirishdi. Skvajin nasos qo'ymoqchi bo'lishdi. Skvajin nasos qo'yib ham ko'rishdi. Skvajin nasos suvni kam berdi. 1 soatda 60 tonna suv berdi. Keyin oldimga kelganda maslahat qilib, kelib joylarini o'rganib ketganimizdan keyin bularga 15 kilovatlik nasos. Mana 15 kilovatlik nasosimiz ikkalasi ham 250 lik turbada hozir suv chiqartiribdi. 250 lik turbani suvni to'ldirib mana haydab beryapti ikkalasi. Mana ko'rib tursangiz, katta ob'yomda suvni qilib beryapti. 1 soatda ikkalasi ham 580 tonnadan suv beradi. Bu degani 1160 tonna suv hozirda mana shu ariqdan minutiga oqib ketyapti. Mana shu ikkita turbadan chiqyapti. 1160 tonna suvni mana shu ikkita nasosimiz chiqarib berib turibdi. Bu yerda yigitlar mana mazza qilib cho'milishyapti. Fermerda akamiz dalasida. Juda ham zo'r. Kim kelib ko'rib o'rnatganini kim bilmoqchi bo'lsa, bemalol kelib so'rashlari mumkin. Qanaqa nasos xizmatlarimiz haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsa, bemalol kelib mana shu yerdagi fermer akalarimizdan so'rashlaringiz mumkin. Bu yerda ikkita 15 kilovatlik EPA'ni nasosini qo'yib berganmiz. EPA brendiniki 15 kilovat 3000 oborot, 100% zapchastlari hamma narsasi topiladi. Og'zi 250 talik. Mana shu ikkita nasosimiz ham hozir chokki ish berib turibdi. Agarda sizning ham mana shunaqa suv bilan muammoingiz bo'ladigan bo'lsa yoki siz fermer bo'lsangiz, sizning fermer xo'jaligingizga suv chiqarib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, umuman farqi yo'q. Qayerdan chiqarishni skvajin desangiz, skvajindan qozib beramiz. Ariqdan desangiz, ariqdan, globina deysizmi, sentrabezin deysizmi, benzinda ishlaydigan, tokda ishlaydigan hamma nasoslarni sizlarga qilib beraman. Agarda sizga ham mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa yoki nasoslar haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, hozirroq pastda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki do'konimizga tashrif buyuring. Romayning Sentr bozoridagi filiali dam olish kunlarisiz ertalab soat 6:30 dan tungi 23:00 ga qadar ochiq. Bu vaqt oralig'ida bemalol tashrif buyurib mutaxassislardan ma'lumot olishlaringiz mumkin.